Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hamma sog'mi, salomatmi? Bugun do'stimiz Qobil Yusufni sud prosesslari yana boshlandi. Xabaringiz bor, jabrlanuvchilar Xalq ta'limi vaziri Hilol Umarova, ichki ishlar xodimlaridan bor ekan va hokazolar. Xullas kalom aytmoqchi bo'lganimiz, adolat qaror topishiga ishonamiz. Jabrlanuvchilarga ham insof bersin. Mayli, bu kunlar ham o'tib ketar. Do'stimiz ham bir kun chiqar o'sha joylardan. Javobgar ham qilarsizlar. Lekin bitta narsani unutmangki, bu dunyo qaytar dunyo. Va albatta hammaga qaytmasdan qo'ymaydi. Bugun siz kimnidir javobgar qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin vaqt soati kelib, sizni ham kimlar javobgar qiladi albatta. Mana deganlar, butun taxtni egallab o'tirganlar, zo'rman deganlar, hech qaysi tirik qolgan yo'q. Hammasi o'tib ketdi. Odamlarga jabr qilganlar ham, qiynaganlar ham, o'zlarini zo'rman deb bilganlar ham hamma o'tdi. Lekin barchasini javob bor albatta. Hech kim javobsiz qolmaydi bu dunyoda. Dunyo asli sinov, so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganiga, o'zidan o'zgaga muhtoj qil.